Quloqdagi shovqinlar, har xil tovushlarning eshitilishi har xil holatlarda bo'lishi mumkin. Bu fiziologik holat bo'lishi mumkin, patologik holatlar bo'lishi mumkin. Avvalambor shovqinlar ko'pincha shu quloq nervi bilan bog'liq bo'ladi. Bu o'sha quloq nervini boshlang'ich etaplaridagi faoliyatini izdan chiqishi holatlarida shunaqa shovqinlar eshitishi mumkin. Yoki bo'lmasam har doim ish faoliyati shovqin joyda ishlaydigan, bosh tinib dam olmaydigan ish faoliyati bilan shug'ullanadigan odamlarda bo'lishi mumkin. Yoki u ikkalasi ham mustasno bo'ladigan bo'lsa, yana bir holat doimiy miyaga ko'p zo'riqish beradigan, demak charchatda tashiydigan, miyani ko'proq mana kompyuterlar bilan shug'ullanadigan, ertadan kechgacha ishlaydigan yoki kompyuter yoki televizor atrofida o'tirib, shunaqa ish faoliyati yoki mana hozir juda ham avj olib ketdi, telefon bilan o'tirish ertadan kechgacha, bu ijtimoiy tarmoqda ba'zilar ishi faoliyati shu bilan bog'liq. Shu holatlarda bu albatta shu miyani charchaganligidan, miyani toliqqanidan, zo'riqqanidan belgisi bo'lishi mumkin. Bu holatlarda albatta shifokorga birinchi navbatda o'sha nevrolog, nevropatologlarga murojaat qilish kerak.